At go'shining oziqlik qimmati va shifoliq roli. At go'shi badanni kuchlantiradi. At go'shida mo'l oqsil bo'lib, at go'shi iste'mol qilganda oqsil to'liqliqli, badanni kuchlantirgili, quvvatligili, badanning immun kuchini oshirg'ili bo'ladi. Bütün badan mag'dursizlanish, ko'p terlashga manfaat qiladi. Jigar börekni quvvatligili, oshqozon uchay xizmatini yaxshilig'ili bo'ladi. Yurak menga qon tomirini qo'g'daydi. At go'shi tarkibida to'yinmagan yog' kislotasi mo'l bo'lib, qonning aylanishini ilgari surib, qon quyuqlikni tovanlatib, qon damay ko'payib ketish, qon uyushish va arteriya qatishning oldini olib, yurak menga qon tomiri kasalliklarining oldini olishda va uni davolashda belgilik rol o'ynaydi. Jigarni quvvatlab, qon to'liqlaydi. Jigar xizmati yaxshi emaslarning yaxshi yeməkliki. At go'shi tarkibida mikroelementlar va oqsil mo'l bo'lib, temir ioni intayin mo'l bo'lib, organizmlarning saqliqni saqlashda halqiliq rol o'ynaydi. Temir kamlikdan kelib chiqadigan qon ozliq, bosh og'rish, bosh qayish, badan ojizlik qatorliq kasalliklarga shifo bo'ladi.